Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga Tarixiy nazar programmamizning 13-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli qarindoshlar, biz bugungi sonimizda Topa Türk davlati, Quju va Oltishar xalqlarining Topa imperatorligiga qo'shilishi, Topa Türk madaniyati, Jo'jan Tatar imperatorligi, To'lon Qag'anning Sharqiy va G'arbiy Turkistonni olganligi, Yevdil imperatorligi, Sharqiy Turkistonning Yevdil davlatiga tava bo'lganligi qatorliq mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindoshinglar Qahira Qadiri. Topa Türk davlati. Sharqiy Turkistonning Topa, ya'ni Toba imperatorligiga tava bo'lib turgan vaqti ancha uzun emas. Ammo bu davlatning Turk tarixida qadimgi madaniyatlar jihatda zo'r ahamiyati bor. Shuning uchun qisqa bo'lsa bir oz so'zlab o'tamiz. Hunlar davridan tortib, Hun tangri qutiga bo'ysunmay, Qadirxon tog'larining shimolida mustaqil yashab kelgan bir qism tatarlar Topalar deb atalgan. Hun davlati yiqilgandan keyin Topalar asta-asta janubga ko'chib, Sharqiy Mo'g'ulistonga kelib yerlashdi. Keyincha Texmo tuvanga qarab mengib, Saddichindan o'tib, Shanshi o'lkasini egallab, kichik bir baylik qurdi va bag'ansiri kuchlandi. Taxminan milodining 300-yili Topalar xoni Ilu Janubiy Hun davlati bilan dushmanlashib, 311 va 315-yillar orada qattiq urushlar bo'ldi. Ilu o'lgandan keyin o'rniga xon bo'lgan Yulu Mo'g'ulistondagi Turk xonlari va Siyampi tangriquti bilan urushib, territoriyasini Oltay tog'larigacha kengaytdi. Ondan keyin Topalarga xon bo'lgan bir zot, ya'ni Xitoylar uni Mayong deb ataydi. Milodi 350-yilda Janubiy Hun tangriquti Shaymon bilan urushib, uni mag'lub qildi va Shaymon asir elinib o'ldirildi. Shuning bilan Janubiy Hun tangriqutligi tamoman munqaris bo'ldi. Lekin undan keyin Topalarning ichki ixtiloflari natijasida davlat parchalandi. Mayongning bu ojizlashgan holidan foydalanib, Siyampi tangriquti Fuxan uni mag'lub qilib bo'ysundirdi. Yuqorida aytganimizdek, Siyampilar Janubiy Xitoy bilan bo'lgan urushda milodi 383-yili mag'lub bo'lgandan keyin Topalar xoni Kivi mustaqillik e'lon qildi. Va milodi 386-yilga kelganda Siyampilarni Janubiy Xitoydan tamoman haydab chiqadi va o'zini Shimoliy Xitoy imperatori e'lon qilib, Wei unvonini oldi. Davlati Xitoy tarixida Wei imperatorligi deb nom oldi. Siyoniplar ajizlashganda Xitoyning Pechili atrofida mustaqillik e'lon qilib, bir davlat qurgan Wuhan, yana bir ismi Yan bo'lgan Turk davlatini Wei xonni mag'lub qilib bo'ysundirdi. Undan keyin Wei xonlari Hunan, Shanshi, Gansu va Shimoliy Xitoyning boshqa joylarini ishg'ol qilib, Topa davlatini ko'k daryogacha kengaytdi. Quju va Oltishar xalqlarining Topa imperatorligiga qo'shilishi. Xitoy tarixidagi rivoyatlarga qaraganda, Jo'jan imperatorligi milodining 429-yili Mo'g'ulistonning shimolidagi qirg'izlar va O'rxun daryosi bo'yidagi Uyg'urlar bilan birlashib, butun Mo'g'uliston, Altay, G'arbiy Gansu va Ko'kko'l o'lkalarini egalladi. Milodining 435 va 437-yillar orasida Sharqiy Turkiston xonlari Jo'jan istilosidan qo'rqib, o'z ixtiyori bilan Topa imperatorligiga qatildi. Türkçe umumiy tarix degan asarning bergan ma'lumotlarga qaraganda, milodi 448-yili Topa, ya'ni Wei imperatorligi Sharqiy Turkistonga askar yo'llab, Quju va Oltishar xonlarini o'ziga bo'ysunishga majbur qilgan. Ammo bu qo'shilish uzun davom qilmadi. Chunki u chaqlarda
Türk yurtlarida nəhayət tez güclənib hökmranlıq qurğan Jojan dövləti miladi 460 yılğa kelgəndə Topa hakimiyyətini yo'qotdi. Topa Türk mədəniyyəti Miladi 5. əsrdə Şimali Xitayda ilğar bir mədəniyyət və tərəqqiyat dövrü başlandı. Mana bu mədəniyyət və tərəqqiyat Topa türklərinin əsəri idi. Xitayda bu dövrdə hərbi, siyasi iqtisad və binakarlıq quruluş və başqa mədəniyyət cəhətlərdə nəhayət zor tərəqqiyatlar meydana kelgan idi. Şu çağlarda Şərqi Türkistanның bir partisi bolğan və hazırqı Gansuның bir qismi bolğan Donghuangdagi tağdan uyub yasalğan ibadatxanalarning memarlıq, heykeltıraşlıq, rəssamlıq və naqqaşlıq sənət əsərləri Topa mədəniyyətinin Şimali Xitaydan halqıb ötüb Şərqi Türkistanğa yetib kelganligini göstərdi. Xitay və Avropa muzeylərində Topalarga aid sənət əsərləri bəklə tola. Jojan Tatar imperatorluğu Jojan Tatarları əslində Şərqi Mongolistan və Manjuriyada yerləşkən Tatar deb tanılğan türklərinin bir qəbiləsi olub, qədimki türk rivayətlərdə Gojan deb atalğan və to'g'risimi shu bo'lishi mumkin. Janju və Chechen degan atalg'ular bo'lsa, yozuvchilarning talaffuzni buzib yozishtirdan bo'lish ehtimoli kuchli. Xitoylar bularni Popan deb yozadi. Ba'zi Yevropalik tarixchilar bular avar türkləri deb ataydi. Bu apaşkar xata. Chunki avarlar bu tarixdan xilli burun Yevropada şanlıq bir türk dövləti qurub chiqqan edi. Biz bu yerda ularni tarixda məşhur bo'lgan Jojan ismi bilan ataymiz. Miladi 310 yili kichik bir xalq shaklida qurilgan bu davlat barg'ansira kuchlanib, sharqqa va g'arbga qarab siljib, Qaraqurum shahrining shimolini poytaxt qildi. Keyincha butun Altay va atrofini egallagan qondan tortib, o'zini Tanrıqut deb e'lon qilib, Qag'an unvonini qo'llandi. Miladi 402 yili Tulun Qag'an Tanrıqut bo'ldi. Miladi 424 yildan tortib Topalar bilan urush qilib boshladi. Miladi 440 yili Tulun Qag'an g'arbga yurish qilib, Ili, Yetsu va Issiqko'l atrofidagi joylarni o'ziga qaratdi. Barg'ansiri ilgirlab, oxiri Xazar dengizi va Yoyig'icha bo'lgan oraliqdagi butun turk yurtlarini o'z hokimiyati ostiga oldi. Tulun Qag'anning sharqiy va g'arbiy Turkistonni olganligi. Tulun Qag'an g'arbiy va sharqdagi g'albilik ilgirlashlardan keyin milodi 460 yili janubga yurish qilib, Quchu va Olti shahar o'lkalarini Topalardan tortib olib, o'z hokimiyati ostiga oldi. Ondan keyin Farg'ona va Sug'utdagi turk xonlarini o'ziga tava qildi. O'g'iz daryosidan o'tib, Baktirdagi qushxonlarning qoldiqlarini mag'lub qilib, ularni Kabul tarafga chekinishga majbur qildi. Shuning bilan Jojan imperatorligining territoriyasi Hun imperatorligi bilan tanglashdi. Jojan imperatorligi kundan-kunga kuchlanib, rosa kengayayotgan bir paytda Tulunxon Qag'an vafot bo'ldi. Qag'anlik jamiyati ichida taxt talashish jidallari chiqib, ikki urush boshlanib ketdi. Davlatning burunqi qudrat va haybati qolmadi. To'g'aristonda yangidan kichik bir davlat qurib chiqqan Yeftil turklari bu fursatdan foydalanib, Bakteriya, Sug'ut va Farg'ona qatorliq joylarni besib oldi. Keyincha Jojanlar ishki ixtiloflarni tugatib kuchlandi va milodi 550 yili Sharqiy Turkistonga yurish qilib, Yefitlarni mag'lub qilib, Sharqiy Turkistondagi xonliqlarni bo'ysundirdi va bir mazgil tinish yashadi. Milodi 555 yili bir davlat yiqilib, o'rniga qurilgan Ko'k Turk davlati Sharqiy Turkistonda hukm surgili boshladi. Jojan tatarlari Topa va Qushxonlarga qaraganda orqada qolganda ko'rinsimi, shu chog'dagi boshqa millatlarga solishtirganda xili ustun madaniyatga ega edi. Bo'libmi harbiy jihatda nihoyatda tartib, intizomli edi.
Biz başta sözləb ötkinimizdək, to'lingan qolgan harbiy, ma'muriy va iqtisodiy sohada nihoyatda dohiyona qonun va tartib intizom tuzumlarini o'rnatgan. Butun davlat xodimlari, askarlar va umumiy xalqning hammasi bu qonun intizomga rioya qilishga majbur edi. Jo'jan qolganlarning Shimoliy Xitoydagi Vi va Janubiy Xitoydagi Chu imperatorliklari va Iranning Sasani shohlari bilan bo'lgan munosabatlari Xitoy, Hindiston va Yevropa tarixlarida tilga ilingan. Yeftil imperatorligi. Yeftillar Sadichinning shimolida o'ltiraqlashgan cho'ng bir turk qabilasi edi. Bularni Xitoy tarix manbalarida Xu va ba'ziyada Yanta deb ataydi. Milodiy 424-yili yurtlarini tashlab g'arbga yurib, dastlabda Sir daryosi bo'yiga yerlashdi. U yerdan ko'chib O'g'iz daryosining bosh tarafiga va undan keyin milodiy 450-yili atrofida hozirgi Badaxshonning Yeftil degan joyni poytaxt qilib yerlashdi. Shuning bilan bu turklar Yeftillar deb atalgan. Hindiston tarixida bularni Aftal va yoki Aftali deb ataydi. Arab tarixchilari bo'lsa bularni Heytal deb ataydi. Yevropa tarixlarida Eftalitlar va mashhur Axunlar deb atalgan turk davlati mana shular. Yeftillar davlat qurib, Tuxaristonda hukmronlikni egallagan chog'da Jo'janlar o'rtasidagi ishki ixtilof toza uchiga chiqqan zamon edi. Afg'onistondagi Qushxonlar davlati parchalanib, munqaris bo'lishga yuz tutgan Panjob, ya'ni Hindistondagi Rajalar-e ishki urush boshlagan bir zamonga to'g'ri keldi. Bundaq fursatdan nihoyatda tezlik bilan foydalangan Yeftillar qisqagina bir vaqt ichida intayin kuchlanib ketdi. Butun Afg'onistonni, G'arbiy Turkistonni va Sharqiy Turkistonning janubiy qismini besib oldi. Bunun bilan qolmay Hindistonga hujum qilib, Panjob va Sind qatorliq o'lkalarni ishg'ol qildi. Milodining 470 va 480 yillarga kelganda qudratli bir imperatorlik qurib chiqdi. Az bir zaman o'tgandan keyin Yeftillar ikkiga bo'linib ketdi. Biri Shimoliy Yeftil davlati bo'lib, poytaxti Qataxandagi Qunduz shahriga yaqin Tuvanki Yeftil edi. Yana biri Janubiy Yeftil davlati bo'lib, buning poytaxti Panjobdagi Saqla shahri edi. Milodiy 522-yillarda Shimoliy Yeftilning xoni Oqshunqar va Janubiy Yeftilning xoni Turaman degan zotlar edi. Janubdagi xon shimoldagi xonning qo'l ostida bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Sharqiy Turkistonning Yeftil davlatiga tava bo'lganligi. Milodiy 470-yili Jo'janlarning ishki qalayimqonchiligidan foydalangan Yeftillar G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin Qashqarga hujum qildi va natijada Qashqar, Yarkan, Xotan, Kucha toki Quchug'icha bo'lgan Sharqiy Janubiy Turkistonning hammasi Yeftil davlatining hokimiyati ostiga kirdi. Yeftil davlatining bu joylardagi hokimiyati taxminan milodiy 500-yillargacha davom qildi. Shu tarixda Jo'janlarning Yeftillarni mag'lub qilishi bilan Sharqiy Turkistondagi Yeftil davlatining hokimiyati oyoqlashdi. Qadrli anglovchilar, shunday qilib vaqt munosabati bilan tarixga nazar programmamizning 13-soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Kelak sonda ko'rishaylik. Alloh omonat.